Assalomu alaykum, hurmatli shahar gaz boshlig'i, oblast gaz boshlig'i va respublika gaz boshlig'i. Iltimos, har safar har gaz balon kelganda rasmga olishadi. Tank ko'zingizni pirpiratib qo'ying deyishadi. Mana shu zabardast yigitlar, uyda yosh bor, qari bor, kelinlar bor, yosh kelinlar bor. O'zbekchilik jicha hamiyat ibo. Ham O'zbekistonda yashayapmiz-ku, hammamiz O'zbekiston fuqarosimiz. Demak uchun har bitta gaz balon kelganda hammamiz rasmga tushishimiz kerak. Hammasi erlari jo'raydi, misol uchun ayollar chiqadi, yosh qarilar chiqolmaydi. Yaxshi, mana to'g'ri, mana kelinlar turibdi. Mana kelinlar, mana shu yosh kelinlar hammasini sizlarning uyinglarga kelinlarni ham rasmga olsa qanday tushunasizlar? Mana hammasini rasmga oldirishadi. Keyin uyga kirganda janjal. Nima deb tushunish kerak bu narsani? O'zbekchilikka to'g'ri keladimi? Bir marta rasmga olinglar, qo'yib qo'yinglar postoyanniga. Bitta xonadonda necha odam yashaydi? Nima qilish kerak? Aytinglarchi, o'zbekchilikka hayo, ibo degan narsa bor. Iltimos sizlardan rasmga olishni to'xtatinglar. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, mayli gaz balon bermay qo'yaveringlar. Quvonda tagiga o'tin yoqib choyimizni qaynatib ichaveramiz. To'xtatinglar rasmga. Bo'lmasa men yana ham yuqori joyga murojaat etaman. İsmim Mavlida Sirojiddin va Abdurahmon Jomiy 20 Xo'japorsi mahalla. Rasmga olishni to'xtatamiz. Iltimos. Ayollar namoda, ayollar jamoasi nomidan men gapiraman bu narsani.